mutaxassislik. Biz hozir Xivada nima quryapmiz? Kanalizatsiya achishni soorужение qurilyapti, to'g'rimi? Oqova suv tozalash inshooti qurilyapti. Biz mana bu kishini baribir расширение shtat bo'ladi, to'g'rimi? Kimda bo'ladi? Shaharda bo'ladimi? Shaharda bo'ladi. Siz Oybek bu odamni nimani Egamberdi'ni Berdimurat aka bilan bog'lagan. Sizda hozir qurilish boshlanadi. Sizda hozir shtat bo'ladi. U 9 oyda bitadigan ishlar. To'g'rimi? Shuning uchun bu yigit injener ekan, noldan hozir qo'shilsin, biz buni o'zimizda o'quv markazida o'qitamizda sertifikat beramiz qo'liga. Injener, texnolog, kurs bo'yicha. Kanalizatsiya achishlik soorужениеda texnologический emas. Salohiyat yetadimi? Ha? İşleyeceğim mi Toshkentda? Qayerda? 5-sasda. Ha? Suv ta'minotida. Bir yil ishlayapti. Bo'ldi. Mana hozir bu kishini telefonini olib, shunday qilamiz, o'quv markazida o'qitib, ishga oladida bu kishi o'quv markazida o'qitib, biz Xivani o'ziga mutaxassis qilib olamiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. Qanoatlantiradimi javob? Hozir men ishda ish yo'q, hozir ishlab turish. Hozir ishga kirasan, birdan o'qib, Berdimurat akada o'qib, bir 3 oy kanalizatsiyani ishini o'rganasan. Bu yerda qurilishi boshlanadi, sen boshidan ko'rib ketaverasan ishini.